Assalamu alaikum kraldaki aziz qarindoshlar, qimmatli ko'rmanlar, manlarga mush vaqt xayr bo'lsin. Men Adil Arg'ur, Uyg'ur tadqiqot institutiga vakolatan hammalarga samimiy salom yo'llayman. Arabcha institutimizning müdiri shundoq Hacettepe Universiteti Adabiyot fakültesi tarix fakültesi Doçent Doktor Erkin Ekrem ma'lumot tuzib qilayotgan xalqaro vaziyatlar ma'lum programmamizga xush keldinglar. Biz bugungi programmamizda Mayunning yo'qolib ketishi va Alibabaning oqibati haqida muhokama yaparmiz. Erkin ma'lum, hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Xitoy va xalqarada ta'siri bo'lgan Alibaba guruhining xo'jayini Mayunning keyingi 2 oydan buyon jimjit bo'lib ketganligi va Xitoy hukumatining uning shirkatiga qarta turli tadbirlarni qo'llanishga boshlashi haqida xabarlar tarqaldi. Bultur 13-oyninki 24 kuni Xitoy davlatlik nazorat qilib boshqarish idorasi Alibaba guruhi pay kontrol çekti şirketinin 2'den birini tanlaş ve başka gumanlık monopol kuruluşları kartı tekşürüş edip aldı. Ve monopolu karşı duruş kanuna asasen Alibaba, Yövün, Fengchao katarlık şirketleri Cermani koyganlıkını uqturgan. Ertesiyle Xitay monopolu karşı duruş kanunu 2019 doktorat ilan kılgan. Mayun ve şirket hakkındaki bu haberler hem Xitay'da hem xalqarada qattiq g'ulg'ul paydo qildi. Bultur oktyabrning oxirida chaqirilgan bir yig'inda Mayun Xitoy hukumatining xalqaro o'lcham bilan birlish qarashini tanqid qilib, o'yinishga tegishli ish hozir bilan kelgusini qanday birlashtirish deb ko'rsatgan. Bu Xitoyning texnik pishib yetilgan pul muomala kasbiy ekologiya sistemasi yo'qligini degan. Bu yana davlatimizda pul muomala sohasida astoydil o'ylanishlar bor. Davlatimizdagi cho'ng banklarning asosi sog'lom emas. Bizdeki çoğun bankalar, çoğun derya ve kantomuga o'xshaydi. Ama biz bugün kölge, eriqlarga, kölçeklerge ihtiyacımız var. Lekin bizde bular yok. Biz bundak olsa biz telkin ölüp gitimiz, kurgaçlıkta ölüp gitimiz. Şuna biz sağlam pul muamelesini kurup çıkışımız gerek degan edi. O hükümetinin hazırki devletine poyez vokzalını boshqarish usuli ve tushunchasi bilan aydurumni boshqarishga urinayotganligini, buning to'g'ri emasligini, shunga Xitoy davlatining hujjat mutaxassislariga emas, siyosat mutaxassislariga muhtoj ekanligini, siyosat tuzishning texnikalik vazifa ekanligini o'rtaga qo'ygan. Bildirilishicha, u noyabrda o'zlashtirilgan Afrika egilik tikuvchilar musobaqasining ikkinchi qilish musobaqasiga qatnashmaydi ekan. Aytishlariga qaraganda, qilish musobaqadan bir qancha hafta ilgari Mayun yana ijtimoiy aloqa to'rlarida musobaqa qatnashuvchilarni ko'rishni to'rt ko'z bilan kutaman degan hamda hal qilg'uch musobaqa qatnashib bag'lag'uchi bo'lganligini bildirgan, ammo u yana bu televiziya programmasiga qatnashmagan, yangi yilni kutish faoliyatida qatnashmagan. U shunga bu vaqtda Mayunning yo'qolib ketganligi haqida xabarlar tarqalib, Xitoy va xalqarada kuchli qo'llab qo'yildi. Hatto Wall Street gazetining xabar qaraganda Mayun Xitoy hukumati haqida bu so'zdan keyin Xi Jinping aloqador urug'larga Mayunga tava shirkatlar qarta darhol tadbir olishga buyruq tushirganligini bildirgan. Bugungi programmamizda Mayunning yo'qolib ketishi va uning shirkatiga qartilgan turli zarbalarning orqa ko'rinishi, Xitoy kompartiyasining xususiy shirkatlarga qarta qaratgan siyosati, Xitoy hukumatining Mayun tadbirining Xitoy va xalqarodagi ta'siri qatorida muhokama qilamiz. Erkin ma'lum, birinchi savoldan başlasak, Mayun yo'qolib ketishi va uning shirkatiga qartilgan zarbalarni qanday tushunamiz? Yoki siz qanday tushuntirib berasiz? Birinciden hazır siz de ötgendek bu hazırki Xitay'nınki tüzümüne, siyasi, iktisadi pul muamelesi bilen münasebetlik tüzümüne tenkit kılış, o hakkındaki siyasetine tenkit kılış, bu bir vasıtlı Xi Jinping'e qartılgan bir tenkit bulurdu bu. Çünkü hazır Xi Jinping merkezlik bir hakimiyetini şekillendiriyotgan vaqtida Mayun kopup eğer de muşunda bir gaplarni deb saldigan bo'lsa, bu hukumatninki ko'ngliga tegadi hamda. Yani bo'libmi Xi Jinping. Shunga bijtirab qilish lozim buni. İkinciden Xi Jinping'nin ikinci qitim şu 2017 partiya qurultayı ve 2018'deki Xalq Kongresi'nden keyin, yani meclisden keyin
Bu komünizm ideyasını yani sosyalizm ideyasını tekimi güçlü bir şekilde teşvik kılışkı başladı. Yani muşu ideoloji bile muşu Xitayni başkurmayan deb tushungan bo'ldi. Shuningga bu partiyani Komünist partiyani texmi bir sosyalist bir alaytligi bo'lgan bir partiya va davlatni sosyalist bir devlet deb başkurmoqchi. Çünkü qo'lida boshqa ko'zi qolmadi Xitoyni qanday boshqurdiganligini. Qanday bir ideologiya bilan. Misalga millatchilikni ishlasa, o'zini o'rgatalaydi-ku. Millatchilik bu kommunizmga undaqaga qarshi bir ideya aslında-ku. Çünkü komünizmning chegarasi yo'q. Ama millatchilikning chegarasi bor. Shunga o'zgimizni ham bor. Shunga qarab baksa, mushu Mao'ningki vaqtidagi mushu sosyalist ideologiyasi yaxshiga deb bunu bek teşvik kılıvadı. Şununla G'arblarninki qimmat qarashlarini qabul qilmaymiz, G'arblarning tuzumlarini qabul qilmaymiz, G'arblarninki shu ma'rif tarbiya bu qoidalarga qabul qilmaymiz. O'zimizningki qoidalari bor, o'zimizningki qimmat qarashlari bor. 24 xatlik bir qimmat qarashlari bor. Onu shu teşvik qilib, ondan keyin biz shunda sosyalist bo'lg'achqa qirab, shunda iqtisodiy kuchga ega olduk. Ertesi gün Amerika'nın iş bitimiz bizdenki model ürünüdür. Bunu teşvik kılıvadıdır. Bunu teşvik kılış için Mayundek, Wang Jianlingdek, muşundak çoğun kapitalistlerine yok etiş lazım. Çünkü sosyalizm cemiyette bunda kapitalistler bulmaydı. Muşu nime 2002'lerden itibaren Jiang Zemin'in vaktida kapitalistlarına muşu nimige partiye ekirişik başladı. Bu parti degen dihan ve işçilerininki partisi tutsa, kapitalistlerge karşı bir parti tutsa, pandalacı ekiri aldı degen vaktidir taklama heyran kalgan vaktidir. Ama Deng Xiaoping'in düşündüğün bir gibi var. Hazır biz başta hata desep kaptığımız biz sosyalizmi kırp olduk deptimiz. Aslında sosyalizmge kirişninki aldıda kapitalizmden yok buluşununki ahırdıkken şununla biz biraz kapitalizmle kılıp onun için sosyalizm kırmızı diyen şununla aşını bağına kıptırıp hem de nurgun kapitalistinin parti azası kılıp kabul kıldı. Hazır hem de Xi Jinping onu tazlavadı. Bununla birlikte yani bir sebep olsa hazır Xitay yükselip dünyanınki çoğun devletine aylandı. Aylanğan çoğun devletine aylansa düşmanıma köp olurdu, dostu az olurdu. Qanchalik kuchli olsan shunchalik yolg'iz bo'lsa. Bunda bir paytda Xitoy hamda mushu hokimiyatni ching tutish, Xitoyning mushu kuchini qo'g'dab qilish va dunyo Xitoyni qabul qilish, inovatini, o'rnini, e'tiborini hammasini qabul qilish uchun mushunda ching bir markaz qurilish lozim. Yani merkezden güçlü bir hazırlık yapılan diktatörlük yani müstebit bir hakimiyetine kuruşka doğru geldi. Bu mesela başka devletinin kapitalistler bu Mayundek, Wang Jianlingdek muşunda pek arılışıp geçse ki bu da pek çetelde yüz tip getdi. Mesela Mayun aşı nurgun aşı çetelindeki başlıkları bile köreşti. Halkara kuruluşlarına, halkara müesseselerinin başlıkları bile körüşüdü. Xudo Türk nima Xitoyninki bir nimasi dek tashqi ishlar ministridek yoki kultur ministridek shunaqa bo'lib ketdi bu. Shuningga bu chet elliklar bunda bu xalq bizning ichimizdagi bundaq odamlarni qo'llanib turib bizga bir hujum qilmasin, ishchidan buzmasin bizni. Shuningga hamma nimani markazda tutaylik, siyosiy markazda bo'lsin, iqtisod markazda bo'lsin. Bu pul muamelesi merkezli olsun, xavfsizlik işler merkezli olsun, istihbarat işler merkezli olsun, hamma nima merkezli olsun. Şununla mayundek adamlarni tasqash lazım. Mayunga mindirib qo'ygan nurgun bu günahlar, o asan tepildiğin günahlar. 10 türlü günah deptemdi. 10 türlük var. Ulaylarga tep bağlan günahlar. Hazır men degan, hazır yuqorida degan 3 xil günah, o çoğun günah hamdi. Xitoy merkezde digisi kelmaydigan günahlar. Dördüncü bir günah var. Bu Mayun başka Wang Jianlingdek yanı qalgan bir baylar var o. Şu baylarga biraz o'xshamaydi. Bu aşı kino mu oynaydı,
Çatma filmi mi çıkıdı? Unursal bir adam bu. Çıkıdı. Michael Jackson'da kivilip oynap yedi. Ondan keyin her qanday faaliyetlerde aşında aldı filan çıkıp. Ondan keyin siz en başta kirish qilgan chog'da degan, onunki degan gap so'zlari misol. Bu bekla ko'ringan bir adam. Hamda Xitoy siyosiy an'anaga qaraydigan bo'lsak, bek ushliq narsa oson sunadi, bek oq narsa oson kirlinadi. Bu bek ushliq bo'lib ketdi. Buni sundirish lozim. Ani kishi nima mijoz bu xarakter bilan munosabat hamda qolganlar balki qolganlarmi jim turibmi yana tutib oldi bu ana joylayotdi bu deyalaymiz ama bu mayun içinla bu bir günah değil mi? Yani şöyle bir sorunuz yine Xitoyda mayun muvaffaqiyat neticeler tengdosh. Xitoydagi en boy kishi u. Bu 1999 yılı Alibaba'nı kurup kısa vaqt ichida Xitoyda ve xalqarada unuttu. Hatta o Amazon'ga raqobatchi onun şirketi. Trump prezident saylangandan keyin tunji Xitoylik dаңliq shaxs u. Trump bilan ko'rishgan. Onun ustiga Maoyan Xitoy Ko'p partiyasining bir a'zosi. O 1989 yılı 6. ayın 4. günü hukumatga qarshi chiqqan namoyishchilarni mu tanqid qilgan birisi. Hatta Xitoyninki zo'maganligini qo'llagan. U yana qizil naqshlarni aytib, qizlar miya formasini kiyib sizdan hozir yurgan birisi hamda. Amaliyotda deydim u faqat bir qizil kaplast desak bu dedim ba'zilarcha. Qizil kaplast yani hem kommunist hem kaplast degandek. Ama Xitoy hukumati shunday hem Xitoyda hem xalqarada shunday ta'sir bo'lgan fuqarosini zarba berishi yoki uning bir tadbir qo'llashi Xitoyda yoki xalqarada qanday bir ta'sirlarni etkilashi mumkin? Birinciden şu Mayun'unki vakasından şunu köylü buldu. Hem de Xitay'da bunda kızıl kapitalistler hem de yaşamaydı. Bunun devamında belki başka hareketlerle buluş mümkün. Hemimiz bilimiz Xitay'ınki şu sanayi sahalarını hemmisini şu kızıl şahzadeler var mı? Atanısıyla Mao'larla birlikte inkılap kılanların balları. Bular Xitoyninki bütün iqtisodiy, sanayi ve ticaret degan sahalarni hammasini qo'lga tushirib olgan bular. Monopol qilib ekan. Ha, monopol qilib olgan. Endi ma'u boylarni joylab turib, endi navbat ashlarga kelish mumkin. Endi bular ma shu dadilari birinchi avlod bo'lsa, bular ikkinchi avlod, ama ma uchinchi avlodga o'tyapti hozir. Şu üçüncü evlatlarla birlikte Xi Jinping bularını hal kılışı mümkün. Malumlar bir şeydir. Soğuzlarsa mazısına bir mühim nokta takildiniz. Xi Jinping hakimiyet çıkmalı 8 yıl oldu. Ama hazırlıca bütün hukukunu kolu alıman deyip nayet tirişip baktı. Demek bir yerde hukukun hemisi kolu yapılamı diyen gap. Yaki kontrolü kutuluk kolu uçuştulamı diyen gap. Hatta bazıları dedi siz hazır kızınız bu Jiang Zemin evlatlarınki. Hatta Jiang Zemin'inki bu nevrisi Jiang Zemin'de birisi var ki. Bu Mayun'la pek yakın değildi. Belki şuna münasebet var mı bu işinki? Muhakkak. Çünkü Jiang Zemin'inki adamlarını tazlap mamısa Mao Xi Jinping'inki ornu biraz tevrep kaldı. Şununla bu çam doğmay bilinmey Jiang Zemin'inki adamlarını tazlap minvadı. O Mayun'ma şu Jiang Zemin'inki adamları bile mi yakın. O Jiang Zemin'in vaktinde yetiştirgen kapitalistler çok baylar bile mi yakın. O habersiz digendek bu hıl kızıl kapitalistler şu Komünist Parti'ninki tüzümünden pul tepip bay olanlar. Şununla bu tüzümle buzuşkama tırışmaydı. Fakat Mayun'dek Wang Jianming'de karşında çok baylar bir noktada kelgenden keyin mevcut tüzümle buzuşka mecbur kaldı. Çünkü muşu sistemle mansa özleri bek terakki kılamaydı. Yani birisi Mayun'un özüme bir qancha yerde dedi. Ben bu yolga kirgandiki endi qaytish yo'q. Tashviday desam qaytamayapman deyapti. Yani bu noktaga, bu seviye kelib bo'lgandan keyin endi
qaytish ya da keyingi qadam deseş mümkün yetiyor. Yani takdiri poyizne aylandırgandek bir iş hem. ha, takdiri muşu hem. Yani Xitay jaylaydı yani. Hakimiyet jaylaydı. Bularni birden jaylaydı. Bu Nietzsche'ninki bir gibi var. Urup öldüremigen nerse tiximi küçünüp peyda buludu deydi. Aldımı çıkıdı deydi. Şununla mayundeklerini eğer de hemmini öldüretmese bular ertügen tiximi küçünüp çıkıdı ve Xitay'ınki hakimiyeti bozuldu. Sistemi bozuldu. Şununla bu mayun bile yani mayundan evvel zaten başlayan aslında. Nurgun baylağını yığıştırışkı başladı. Hazırma misalı aldım. Tünü gündeki bir rüşvet ağanmışında bir emeldar. Darının ki cezası ölüm buldu. Misalı Xitay'ın ki ananesinde en çok ihanet kılan parkurla öldürülmeydi deyip bir düşünce var. Yani öldüremeyse çünkü o onçilik pul tapkan olsa aşıncılık bir münasebeti var onun. Nurgun bu torda nurgun adamlar var. Hem de şey hal kılamaysa. Ama Xi Jinping hazır hal kılıvadı. Demek ki o kararını bəgən geldi yani. Çin. Kararını Çin turladı. Hem de bunda bolğandan keyin hem de bütün şu iktisat ve ticaret şu pul muamelesi degan sistem şu devletinin kontrol kırdı. Misalga mayun bir Zhifubao degan bir narsani ijod qildi. Şu Alipay deydigan bir narsa, pay deydigan, Alipay deydigan. Bu hem de bununki işleyişi, yürüyüşü pul muamelesinin ki bir işleyişi. Sen neçe milyon adamını üzanga bağlı bile pul aylandırışını üzanınki tüzüm sistemine ekir devletin bankası bile alakası yok. Onundaki başkaca bir sistemde terakki kıldırıp o pul tepketsem bu devletinki sistemine meydan okugan boludu. Yani bunda adamını yok. Doğru kildi hem de elbette ben diyen o Xi Jinping'in ideyasiga qarag'anchaqda. Hem de bu ta'siri hem de chet elliklarga yaxshi ta'sir bo'lmaydi hem de. Çünkü chet elliklarga deydi hem de bu Xitoy o'zining odamlarini shunday joylasa ertugun bizni bir bana tepib bizni joylay oladi. O'z vaqtida 8 Jahangir devlet birlikte Xitoy Manchur imperiyasiga hujum qilgan chaqdima şu vaqtida şu chet elliklarni öldürüş, chet elliklarni bo'zay qilish, chet elliklarni qo'g'lash degan hareketi bo'lg'achqa 8 devlet birlikte hujum qilgan. Shuningga tarixda chet elliklarni xohlamaydigan, chet elliklarni qo'g'laydigan, chet ellikni o'ldirgan bunday ahvollar bor. Shuningga bu nurg'un chet ellik shirkatlarmi balki bu Xitoyda bu turaversak bo'lmaydi, biraz dikkat qilish lozim deb yoki boshqa davlatlarga yurtkash masalasi. Yana bir masala, misoliga shu Alibaba shirkatining shu elektronik savdo degan sahada bek taraqqiy qildi. Nurg'un davlatlarda o'zininki shu punktlarni qurib va buni bir elektronik ticaret imparatorluğunu kurmakçıdır. Ki şu noktada geldi. Misalga deyli, Xitayda bir Xitay Türkiye'nin dönerini yaxşı görüp kalsa, misalga sığınıp kalsa yayğanda, etdigende işqi minişten evvel, o nimede kol telefonda yazıp etse, akşam öyge qaytı gelgen çağda o tamak aşınınki öyge kip olgan olur. Şunday. Ya ki Xitayning bir tamağını bir Türk yaxşı görüp kalsa, etdigende dep verse, keş kurun, keş tamak vaxtıda kip boludu. Bunu tamaklarla davatını. Yani bütün ticari mallar, bütün soğudu mallar, hemisinin şunun kılın oldu ve bunun yolu içilgandı ve başlıgandı. Bununla başlasa Amerika'nın nurgun şirketlerini hemini onda koyattı. Ama Xitay mayonlar tizgin kılgandın kinle, hem de bu Xitay'ın ki tekrar muşundak bir halga kiliş için ve kıyın ahvallar olur. Hem de Xitay bu mayuncilik kılamaydı bunu. Kısmı heli bir uzun müddet gidiyordu. Hem de hazır Xitay hakkındaki göz kararışlar pek menfi tarafı pek köp.
Misal Hong Kong meselesi, Tibet meselesi, Uyghur meselesi bu Xitay'ınki inovatini hammasini tökep oldu. Xitay özünün inovatini tüzütələydiğən halda emas. Bununla xeyli yıl ketidi tüzütüş üçün. Bunda bir paytda Xitayga bo'lgan ishonchsizlikdan tufayli buningki albatta mayundek tijorat qilishmi qiyin bo'ladi. Aslında Xitay kendini destekmiyordu. Mayunlardek yoki boshqalardek aldığı qarab taraqqiy qilish lazım. Aşınınga qarab yeni hukuk qonunlarini chiqarib taraqqiy qilish lazım. Ama Xi Jinping ta'tirini qildi. Yani misalga Xi Jinping birinchi qitimliq 2012-2013 yani 2012'de parti hukukunu aldı, 2013'te devlet reisliğini aldı. 2017-2018'gece bu birinci qitim başvuruş devri. Birinci qitim başvuruş devrinde bütün hukuklarını merkezge yığış ve özünü kolu yığış getirişti. Her kanunda tarihten tecrübe sahipte körelgendek hukukunu merkezge yığan, özünü kolu yığanlar bir mevcut bir siyasetini devam kıldı. Yani Runjabo ve Mao Hu Jintao'nunki siyasetine devam kıldı. İki, şu tepbagan hukukunu diktatörlükle işildi. Diktatörlükleşme, müstebitlik için işildi. Üç, yepyeni bir ıslahat kıldı ve tihimi güçlünüp, tihimi terakki kıldı. Normalde bu üç yoluna tallaydı öyle güçlü merkezge çıkan hakimiyeti. Ama bu Xi Jinping o müstebitini taladı. Yani tutkan hukukunu müstebit yolda mangma diyendek. Yani kapitalistler imperialik kuralığan bolsa, sosyalistler nimişke kuramaydı. Sovyetler kurdu, nim boldu edilse, Sovyetler hata kılgaçka devam kılamadı. Biz kılalayımız. Yani biz sosyalist küçüyle dünyaya hakim bulalayımız ve şundakla imperiye bulalayımız da aşınınki çüşü de bu. Malum Myanmar'da düşünsek olur mu? Yani bu Xitay Kompartiyasi Sovet İttifaqı'nınki partiyaliş to'g'risida mulohaza qilib bo'lgan vaqtida, sabablar izlangan vaqtida bu Sovet İttifaqı o'zining ideologiyasidan voz kechib, kapitalizmga qarab ketib qolganlik uchun vayron bo'ldi. Bunda bu xulosa kelibdi. Dal shu sababdan deb tushunsak bo'ladimi? Olanın tushuntirişi şu ideologiyeden jiraqlashishni esas qiladi. Ha, ideologiyadan. Ha, onundankin nurg'un meseleler var. Misalga millet meselesi var. Onundanki G'arb devletlerinki oyunları var degandek aslında tushuntirdi. Yani işçideki partinin işçideki ittifaqsızlığı ve şundakla ulanınki şiirik devletleri var bu mavu. Şarkı Avrupa'daki. Şarkı Avrupa'daki o devletlerle yaxşı ötemigenliği degandek nurg'un sebepni ko'rsatdi. Ama esas sebep şu ideologiden jiraqlaştı deb ko'rsatdi. Aslında jiraqlaştı emas. Ona en yaxşı mang'uzib ahırda şirip gitti o. Maslash ko'rmadi. Olmaydigan bo'ldi. O devirge maslashmaydigan bir narsaga aylandı. Xuddi bir nonni yeng yaqqan chaqda yaxshi puraydi ama o necha kundan keyin sisiydi o yani. Yani nurg'un narsalar shunaqa bo'ldi bu jahonda. Onun kimi bir vakti var. Ha, qanday qilish lazım? Onu ıslahat qilish lazım. Islahat her zaman taraqqiyotninki kuchidir. Yenilik ve taraqqiyotninki kuchi islahatda. Ama bu Xi Jinping'in ıslahatı aslında keyniga qanday qaytishninki islahatı. Yani Chuangxing deydi, yenilik yaratish, yalg'izla teknik jetdagi yenilik yaratish. İdeya jetdan, tushuncha jetdan, siyosiy jetdan, qonun jetdan, jamiyat jetdan, nurg'un sahalarda bununki Chuangxing yok yani islahatı yok bununki. İnovasyon yok. Şununla bu Xitay'ınki kelgüsü bir mezgil Sovyetlerde bir işleniş mümkün. Ama onunki akıbetimi yani mışındak bulur. Yani Sovyetlerdeki bulurdu deb o'ylayman. Yani, malum bu Mao bir akıllı bir adam endi. Nurg'un bu dunyoning eng chong boyga aylangan qaraganda bu Xitoyniki cho'qim unda o'zi zarur bo'lgan ufqdir. Ama ufqni tanqid qildi.
Yaqinki shikoyatchidan yo'qolib ketgan haqida xabarlar tarqaldi. Ba'zilarda u Xitoyni tashlab qochib ketsa, ba'zilarda u Xitoyni tashlab qochib ketmadi. Chunki Xitoyda sen qancha boy bo'lishing, qancha kuchli bo'lishing qat'iy nazar Xitoy kompartiyasi bo'ldi ekan, hech bir yerga qochib ketolmaysan. Agar qochib ketib ish to'g'ri kelsa, Xitoy kompartiyasi yo'l qo'yganlik uchun, ashunday umid qo'yganlik uchun qochib ketadi deydi. Siz buni qanday qaraysiz? Bununki her ihtimali var. Misalga mayun teslim bo'lgan bo'lsa, ya'ni xapama hamda nazrak pulumni ilib, asla chet elga chiqib ketsam, ya'ni kasalman, davolanaman. Bu hiç mümkün. Eğer mayun teslim bo'lmay, men üzərimnin bilginini to'g'ri deb bilmem, men Xitoyninki itibarını, Xitoyninki inovatini, Xitoyninki şan nimesini, yüzünü men muşunda qilgan, mening tövbem bor, nima deysa desa, o vaqtida türmü tayyorman. O vaqtida. Yani bir xil ihtimal, eğer de mayunning yo'llari ko'p bo'lsa, maxfiy yo'llari ko'p bo'lsa, Xitoydan qochib chiqish. Bence siz epey degandek mayun akıllı adam, bence o chet elda nurg'un pulni tayyor qildi deb o'ylayman. Shuningga maxfiy bir yo'llardan agar da qochib chiqsa, chet elda yana bir pullar bilan yashalaydi, belki ticaretini yana qila oladi deb o'ylayman. Ya'ni xil ihtimoli bor. Ama Xitoy hokimiyati hamda buni nima deymiz? Qilib oldi hozir hamda. Şununla maxfiy yolu bilan mengishmi texmi qiyin bo'ldi. Shuning eng yaxshi yo'l hamda Xitoy hokimiyatiga yalvarmak. U vaqtida hamda asla chiqalaydi. Bu New York vaqt gezdim bir analiz var ekan, bu mayunninki Xitoyni mundaq bir pensiyaga chiqish modeli bo'yicha ish tutayotganligini deb qo'yamdi. U qanday bir pensiyaga chiqish modelini uqmayman, ammo yana bir gap, bu Xitoyninki xususiy shirkatlarga boyib ketgan, taraqqiy qilib ketgan, o'zi ta'sis qilgan xususiy shirkatlarni qarta tadbirlash yoki ularga jazo berish yoki zarba berishi, shunga munosabat ko'p. Bu davlat korxonalari Xitoyninki nihoyatda ig'ir qarzda ekanligini, pulni vaqtida qaytara olmaganligini, shunga bu ikki shirkatlar o'tirish munosabat tengshash uchun Xitoy kompartiyasi shu yo'lni tutganligini deyapti. Sizce bu qanchalik asosi var? Yani mayundaki şirketler Xitoyda ko'p emas endi. Amaliyot shu. Ularninki şirketninki puli bilan bu Xitoy hukumatininki hukumatga bağlı olan şirketlarninki ziyanini to'lash, yani bekle az qoladi. Yetmeydi. Bununki mayunning pulining nurg'uni aşı devletning o'zining puli aşı. Çünkü o bankadan kredi alalaydı. Çünkü onun işinde o şirket çoğun, noce, yoğan, şunun hep yeridir. Bununki nurg'un pul degan bilan bir kısım devletin pulu. Şunun devlet o'zininki bankanın pulunu tutuş için bosma bu şirketga nima deymiz kontrol ostiga ilishga mecbur qoladi. Ama devletning şirketlerinin, fabrikalarınınki ziynini ödeyelaydigan pul emas. Yani bu Xitoyninki bunda bir an'anasi bor ekan. Xitoy mayun albatta yo'l qo'ydi. Mayunmi Xitoy yaratigan imkoniyatlardan foydalanib hozirgidek seviyaga keldi. Hep o'zining kuchlarining imkoniyatlari bilan. Xitoy qanday qildi ekan deb batab bir narsaga tushuncha kelsak bo'ladimi? Masalan, Xitoy oldi bilan to'ng'izlarni bo'dash, ya'ni cho'chqalarni, ondan keyin cho'ng cho'chqalarni semiritib beqish, andın bo'g'izlashlik bir an'anasi bor ekan. Yani dastlab yo'l qo'ydi, ammo oxirgi maqsad az samarat bo'lgandan keyin o'ziga uchun xizmat qilish va qurbon qilish. Bu shakilda tushunchalargan bo'lsangiz. Xitoyninki shu nimalarda maqol tamsillarida ko'p bunday gaplar. Misoliga cho'chqa semirishdan qo'rqidi, daraxt yo'g'on bo'lishidan qo'rqidi. Chunki yo'g'on bo'ldimi, ko'rindimi, o zaman seni o'ldirdi hamda. Hem de bununki o'xshashi hem de siyosiy jihatdan misalga Mao'ning vaqtida, Mao Zedongning vaqtida ko'plab sayranglar dedi. Nima desanglar bo'ladi dedi. Tanqid qilinglar dedi.
Çoxum biz degan Komünist Partiya a'zosi bizda xato bo'lsa, biz degandan tanqidni qabul qilmaydi, hammasini sayratdi. Ondan keyin Madaniy inqilobida sayrganlarni joyladi bu. Bunda ahvol yolg'izla bu Xitoy kommunist hokimiyati emas. Manchurlar vaqtidami bor bu? Ming sulolasidami bor? Hatto Tang sulolasidami? Tang sulolasi bütün Xitoy davlati tarixi bo'yicha eng farqli, eng uchuq, sirtqi uchuq, eng ko'p xil madaniyatlarni, kulturlarni qabul qila oladigan bir bir devir. Shundaq turuqli ayol podshoh uzatgan mushuna ishlarni qildi emasmi? Ya'ni shu kimning gibi bo'lsa desin deb. Ondan keyin agarda maxfiy degan bo'lsa, sizlar ishpiyonchilik qilinglar deb, Xitoydagi ishpiyonchilik shu Tang sulolasi vaqtida boshlandi. Ya'ni xalqni fosh qilish uchun bu Madaniy inqilobidagi yeni narsa emas bu. Xitoyningki an'anasida bor narsa. Shuningga bu Xitoylarga taraqqiy qilish uchun bundaq shaxsiy shirkatlarning taraqqiy qilishini xohlatdi. Deng Xiaoping degandek bir qism odam boy bo'lsa, bir qism odam boy bo'lgandan keyin qolgan odamlarni boy qilib bo'ldi va mushu bir qism odamlar boy bo'lsin degan u odamlarga davlat tarafdan yardım qilgan, pul chatdi. Shuningla nurg'un odamlar boy bo'ldi. Bular boy bo'lib shirkat qurdi, fabrika qurdi, nurg'un odamlarni ishga oldi. Xitoyningki iqtisodiy taraqqiyotga bir qo'shimcha bir foydasi bo'ldi. Ammo hozirgi paytda vaziyat o'zgardi. Siyosat o'zgardi. Tushunchalar o'zgardi. Shi Jinpingningki tushunchasi bilan boshqariladi. Shuningga bu shaxsiy bunday shirkatlarni hammani hamda o'ttirlikdan yo'qotish emas, davlatningki shirkatlarga ketitish, qo'shilish ve bu shaxsiylar qanday qiladi deganda shaxsiylar hamda shu kichik tijoratlar bilan shug'ullanadi hamda. Bir vaqtlarda shu tuxumni setib, kooperativda tuz ilib, shunday bir tijorat holiga kelish mumkin yani bu shaxsiy tijoratlar. Ma'lum Xitoyda shunday hamma narsani kontrol qilish an'anasi bor. Shi Jinpingning shunday bir hirsi deydi, orzusi. Ve Xitoyningki yo'l tepib ketgan bizning odamlarni ta'sis qilishi keyincha uni qadar zarba berish nuqtasidan bizning Xitoyningki Sharq Turkiston qaratgan hozirgi ig'ir Rossiyaning siyosatini qanday tushunsak bo'ladi, o'tirishda qanday bir munosabat bor. Masalan, bizni ma'lum bir mezgilga qo'yayotgan bo'ldi, ya'ni Xitoydan gap bo'yicha. Biz mayda o'yladik, siyosatni yumshatdik dedik, ammo keyin u qadar bir siqtiki siyosatni nihoyatda qattiq ig'irlashtiryapti. Yani kun olmas qilyapti. Shuni bir o'tirish nazar izohat bergan bo'lsangiz. Aslında Xitoyningki bunda qildiganligi 1950'lik yillarda bilingan. Bu Sharq Turkiston kelib sizlarni ozod qilaman deb keldi bular. Kelgandan keyin Gomindan askarlardan ozod qildik dedi. Ondan keyin toprak islohoti, ondan keyin mav o'simlarni tengshash, ondan keyin mav boylikni tengshash deblar baylarning hammani chiqib joyladi. Ondan keyin bu topraklarni dehqonga bo'lib o'tib, bir necha yil bo'lmayla bütün toprak degan devletning bo'ladi deb, mumkin devletdan ilib, ya'ni bu pomchukdan dehqonga bo'lib, dehqonning qo'lidan yani tatib olgan. Shu vaqtida nurg'un boylarimiz, nurg'un shu shirkatlari bo'lgan, fabrikasi bo'lgan odamlar hammasining kuni yomon bo'ldi. Onu biliş lazımdı. 80'li yıllarda biraz koyuverdi çünkü ihtiyaç vardı. Evet degandek chatga ichilishga to'g'ri keldi. Chatdan mablag' kelish, chatdan texnologik kelish lazım. Yumshatdi. Hozir mana chingaydi. Chingayishning sababi hozir chet elninki pulga bekla burunqidek ehtiyoji yo'q. Hozir bor texnologiya qo'lida bor. En yuqori texnologiyani hamda ilish qiyin, xalqlarga bermaydi, onu biladi. Bo'lsa o'zi ijod qilishga tirishadi. Baribir alamaydi. Shuningga endi burunqidek bo'lmaydi deganni da'votidir. Bunun sebebi birini dedim, yükselgen Xitoyning dushmani ko'p bo'ldi. Shuningga bu markazdan boshqarib, shu dushmanlarga qarshi chiqish uchun ichidagi bu
bölgünçü unsurlar, ayrılış unsurlar, merkezge maslaşmagan unsurlarni hammani tozalash lozim. Bu hozirgi vaziyatninki yaratgan bir tushunchasi. Bu Xitoyning tarixdan beri mana shunday bir tushuncha bor. Kuchni markazga yig'ish. Yerliklarda unda kuch bo'lmaydi, bo'linadigan unda bo'lmaydi. Bizda qaraydi. O haqni kim berdi? O boshqa bir masala. Yani haqni boshquradigan, Sharq Turkistonda boshquradigan haqni kim berdi sana? Yani Tanrı mı berdi sana? Yoki Marks mı berdi sana? Bunun cevabını veremeydi berdi. Ya da bir o'zi o'ylab olgan bir huquq bor. O'zi o'ylab olgan bir huquq bor. Bu huquqni men mushlar ishiltiman deydi. Ya bu o'zing o'ylab olgan huquqning bir manbasi bo'lishi lozim, bir haqliq tarafı bo'lishi lozim. Qaysi haq bilan qilsa, o boshqa bir masala. Ama shular o'ylab olgan. Men mushlar boshqurman, mushlar qilaman. Ama Sharq Turkistonda Uyg'ur davosi xalqaroda o kuchlangan siri ularni Sharq Turkistondagi siyosatni qattiq qo'llab bilan ilib yuradi. Bunun bilan birlikda tabii bu Xitoyning mang'izayotgan bu yeni İpek yolu stratejisi var. Ona neçe programda mı dedik, Xitoy uchun nihoyatda hayotiy bir qiymati bor. Shunga strateji ahamiyati bor. Shunga Sharq Turkistonning muqimligi bu İpek yoluninki aminlashish bilan munosabati bor. Shuning bu qattiq qo'lliq siyosatni ishlatishning sababini beradi. Onundan başka Sharq Turkistondagi yer osti, yer ustidagi boyliqlar, Sharq Turkistondagi geostrateji o'rni, O'rta Osiyodagi neftlar, tabiiy gazlar hammasi mishada o'tdi emasmi? Ya'ni mishadan dunyoning to'rt tarafga mang'ul bo'ldi. Shunda, ya'ni Qashqa va Urumchining aydirumidan xalqaro aydirumga aylantirish, hozir mushu Xotanniki shu holiga kelmoqchi. Ya'ni Sharq Turkistonning nurg'un aydırımlarını xalqaro aydırımga aylantirib, xalqaro bilan bog'lamoqchi. Bu Xitoyning tilindagi bu bölgünchilarni agarda bir tarafga yig'ishtirmasa, abaqi degan amallarga erishamaydi. Shuningga bu hozir qattiq qo'lliq bilan bularni bir hal qilish, bularning bilini bir sundirib, polish holiga akilish, vujud jihatdan, fiziki jihatdan sen bor, ama kimlik jihatdan sen yo'q. Mushu holiga akelmoqchi. Erkin Bey'de şu burunki programda çok tertiplik bunu hazırki sizinki analizimi şu xulosaga keldik. Yani şunu keskin demişsek bo'lmaydi. Yani Xitoyning hazırki mevcut diktatörlük tuzumi bo'ldi ekan. Qonun tushunchasi, yani Kompartiyaning manfaatini qo'llaydigan qonun tushunchasi, o'ziga o'xshamaydiganlarni yutilishdan iborat siyosiy kultur an'anasi, hozirgidek boy davlat, qudratli davlat, dunyoga hujudor davlat bo'lishdan iborat kuchi, Bundaqlar Kompartiyaniki hamma narsani kontrol qilman degan ideyasi, Xi Jinpingniki podshohlik, imperatorlik kuchi qatorliqlar bo'ldi ekan. Hatto Xitoyning ishg'olchi salohiyatlar davom etdi ekan. Yani bizimki normal aqalli huquqlarimizni qo'g'dashdan mahrum qolganligimiz, bunaqa insonda yashash imkoniyati bo'lmaydiganligini iborat bir haqiqatni tushunib yetdik. Hem iqrorli qarindoshlarning mushni da'vo qilganda mush nazarni saqlamaslikka umid qilamiz. Erkin bugungi qimmatli analizingiz ko'p rahmat. Men rahmat aytaman. Iqrorli qarindoshlar, biz bugun Mayning oqibati va uning shirkatiga berilgan zarba haqida muhokama qildik. Hammaga ko'p rahmat.